Jo'rayev qulay nuqtaga joylashadi. Biroz avval eshitgan xushtagimizni yana eshitamiz. Mana yana bir standart darvozabon ham borgan. Darvoqe xo'sh, zarba va qanday gol! Surxon so'nggi soniyalarda gol urib ketyapti. Juda ham chiroyli gol. Tur goli bo'lishga da'vogarlardan biri. Akrobatik usulda gol urgan. Kuchli zarba va darvozaga mixlab qo'ydi. Mana ko'ring. U qadar o'xshamadi. Aslida standart muvaffaqiyatsiz chiqqan edi. Lekin o'sha jonli devordan keyin yo'nalishi o'zgargani aslida Surxonning foydasiga bo'lib chiqdi. Chenedu mana bunday zarba yo'lladi. Chiroyli gol albatta. Va aniq yuqori 9lik tomonga yo'naltirdi. Bu omad ham kerak albatta bunday zarbada. Emotsiyalarni yashira olmadi.